Assalomu alaykum azizlar, mana bugun Genesis G90 ni bir qator obzorlarni ko'rsatib o'tamiz. Genesis G90 tonli full short body, qoraga oq salon, oldi faralari mana bunaqa neobichli diotovi, yangi model bu 2026 dagisi. Balonlari 20 razmerda Michelin balonlari bilan mana bunaqa Coven'ni diskasi bilan 4 tala balonlarga hammasiga pnevma podveskalari bor, orqa balonlari buriladi. İçi saloni mana bunaqa sidenalari, 4 tala sidenalari neobichli bunaqa rombi kabi sidenada bizga zakaz olingan. Akustikalari Bang Olufsen. Hop, tamir sidenalari bor. Oldi masaj, abduf, abagrev, head-up displaylari mana bunaqa knopkada ochilib, yopilib beradi. Xudo xolasa arkasini ko'rsatamiz azizlar. 4 tala eshiklarga hammasiga plyusoskalari bor. Xudo xolasa arkada mana bunaqa monitori bor. Inshaalloh mana bu touchpadlari bor. Orqada atamankalari bor. Abduf, abagrev, orqa touchpaddan shtorkalari ochiladi, yopiladi. Eshiklarini ham knopkada ochib, yopib beradi inshaalloh. Azizlar, mashinamiz tonli full farsh. Xullas, To'rveda buni ham inobatga olamiz inshaalloh azizlar. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilinglar.